Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Hozir bir ish bo'ldi. Darsga bordim bugun chorshanba. Darsimizda Muhammad Yusuf degan ukamiz bor edi. 98-yil ukamiz. Toshkentlik o'zi Shayxontohurdan Eski-Ona Hashimov masjidlarida turadi. O'rtada Namanganda bo'lib qolib bir darsga bora olmagan edi. Ukamiz sal bemorlanib qolibdi. Hozir davom etib beryapti shu narsani. O'zlarini til bilan odam bola ham o'zi ham aytib beryapti. Bemorlanib 2 kunda og'irlashib qolibdi. Tushiga og'irlashgan kunni 3-kunida tushiga payg'ambarimiz alayhissalom kiribdi. To'g'risi holatdaman. Payg'ambarimiz alayhissalom kiribdi. Kirib Muhammad Yusuf bilan birgalashib, "Yur bolam" deb qo'lidan yetalab, payg'ambarimiz alayhissalom Muhammad Yusufni Baytullohga borib, Baytullohda birga tavof qilishibdi. Baytullohda birga tavof qilib, oxirida 7-tavofdan so'ng piyolaga o'xshagan idishda u bolaga suv beribdi. Tili chuchulanib qolayotgan ekan, tuturib qolayotgan ekan. Shu suvni ichgan, 3 borani tugatgan ukamiz edi. Qur'onni 3 borasini yod olgan edi. Mana shu suvni ichgan yaxshi bo'lib qolasan inshaalloh deb beribdi. Keyin 30 bora Qur'onni tezroq xatm qilsang, Qur'on to'yinga o'zim kelaman deb Rasululloh alayhisalom aytibdi. Ummatimga aytgin. 3ta ularga meni vazifam bor. Ummatimga aytgin debdi. Mana shu o'tgan hafta 4 kun 5 kunda bo'layotgan ish. Birinchi vazifa yetimlarga qo'l ochiq bo'lsin. Ikkinchi vazifa bevalarni, yo'qsillarni holidan xabar olib, ularni ko'nglini shod qilsin debdi. Uchinchi vazifa salovat bilan istig'forni ko'paytirsin deb orqasidan yana yetim miskinlarni, yo'qsillarni, bevalarni qo'llarini ochiq qilsin. Ularda holidan tez xabar olib tursin. Ummatim ichida yetimlar qiynalyapti, ularda holidan xabar olsin. deb bizga vazifa qilib topshirib ketib payg'ambarimiz alayhissalom Muhammad Yusuf o'zi. Ukamiz tili bilan aytib beryapti. To'g'risi, eshitganimdan men o'zimda emasman. Top borib darsda oxirida aytib berdi. Domla ikkalasi yig'lab aytib berdi. Akalar bardamon bo'laylik. Rasululloh buyuryapti endi. Bardamon bo'laylik, xatir